Assalomu hurmatli bizlar kuzatuvchilar, podpischilar, biza bugun yana Qazarasi bozorina ko'pchilik so'ragan tayyor ko'rpachaliklar joyina keldim. Bu ko'rpachalari tayyor buyurtma asosida kelib olsangiz ham bo'ladi yoki da kelib ko'rib xohlaganingizni olsangizlar ham bo'ladi. Hozir sizlarga birma-bir narxlari bilan birga chiroyli qilib obzor qilib beraman. To'y boshlagan insonlara, biz umuman uydagi insonlara, ayol qizlarimizga zarur bo'lgan hamma narsa shu yerda bor ekan. Birgalikda ko'ramiz. Qani, assalomu alaykum. Umrata yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi? Yatirgan roza Ramazon oyiti bilan, iyi qolaversa Navro'z bayramlari bilan tabriklayman. Assalomu alaykum obunachilar. Yangiliklar bor, bayramda yana to'ylar boshlanadi, xudo xolasa. Skidkalar qilib to'ychilar uchun arzon bahada sifatli reja beramiz. Arzon bahada qo'yib berasiz. Bayramlar arafasida, xudo xolasa. Bu yerda to'ychilar xudo xolasa. Qani, narxlari bilan tanishtiramizmi? Kelasizlar. Qachondan boshlaymiz? Kilinkalar bo'ylab to'yasizlar xudo Ava, xolasa. inak, dasturxonlik, kilonkalar. Aksiyada duribmiz hali, qaytish yo'q. Aytib beramiz. 10 metr odam 2 metr qo'shib beriladi to'yda. Ina. 10 metr odam. 10 metr 2 metr bor. Bu bonus. Hem arzon narxda qo'yasiz. Faqat ro'zachilikda qo'yverdik, olib turibdilar kelib. Ina to'ychilar uchun har xillari bor. Qarang. Eng sifatlilarini beriladi. Ina. Kelib keladi. Rulonasini undan olmasada. Rulonlasa undan ham arzon aytib berasiz. Chiroyli gullari bor ekan, har xillari bor ekan. Eng zo'rlarini beramiz. Gullarni ko'rishingiz mumkin, har xili. Lola gullar ham bor ekan xolovchilar uchun. Chiroylari bilan bunlar ham bor, komfortlar ham. Qani? Chiroyli ekan, lekin ko'rinishlari qarang, oppoq. Yep yo'q, ajoyib ekan. Chiroyli ekan. Bu prostinalikmi bular? Ha, buni ham aksiya qo'ydim. 6000 edi ku. Hava? 5000 so'mdan qo'yaverdik buni. 5000 so'mdan prostina badaning. To'da kelaveradi endi xudo xolasa. 5000 so'mdan. Gap bo'lishi mumkin emas, yana 5000 so'mdan. 15000 dan sotdik. 12 beramiz, olavering. Eng sifatli reja olasiz. 5000 so'mdan bular tovarlari yaxshi qilmalarni qarang, tovarlari ajoyib. Chiroyli. To'ychilar uchun. La satilla deyiladi, to'g'rimi? Sotib turganmiz. Setlanadi, eng zo'r seti. Hava? Chiqmaydi, garantiyali. 15000 dan sotilganlar 13000 so'mdan beriladi. 13000 so'mdan. 13000 so'mdan. Qarang, bundan bizlardan kelganlar 2 metrni 25 dan beri berasiz. To'g'ri bo'laman? Kelaversinlar. Bo'ldi ina. Bizlar obunachilar xudo xolasa kelsangiz 2 metrni 25. Ina svetlari, chiroylilari bor. Yostiqlari mana. Ina. Bu ishini durishi bilan sotasizlar, to'g'rimi? Tayyor ahvol. Ko'rpachasam bor, xolos ana shuni. Shu rangida ko'rpachalar ham bor. Unda tayyor ko'rpachalar ham bor ekan. Ina, tayyor ko'rpachalar har xillari bor. Bu yerda hozir 2 xilni qo'yib qo'ydilar, lekin shu ranglardan ham, undan tashqari ranglar ham xudo xolasa hozir video davomida qo'yib beraman. Har xil ko'rpachalar bor axir. Necha so'mdan boshlanadi, uni ham aytib o'taylik. Obunachilari kelib ulansa, bizlarga gulkomiz bor. Asl paxtada yazsalar, Telegram kanaldan bemalol kirib, ko'rpachalar tanlab ham beradi ichidan. Ichidan tanlab olib zakaz etsa bo'ladi, prямо. Telegram kallarini ham yozib qoldiraman, kirib ko'rasizlar. Xudo xolasa. Ana, yostiq. 25000 so'mliklarni 20000 so'mdan qo'yib berdik to'ychilar uchun. 20000 so'mdan qo'yib berdik. 20000 so'mdan. Gap bo'lishi mumkin zo'r. Ina. 20000 so'mdan sotganlar 15000 so'mdan qo'yamiz. 15000 so'mdan. Qachon kelsalar? Bu baho ko'tariladi, dengab yo'q bizda. Baho ko'tariladi bo'lmaydi, xudo xolasa. Simfonat bor, garantiyali beramiz. Garantiyali olacak, Ina. Buyurib olar. Ko'rpachalari baholarini ham aytib o'ting, qiziqdi odamlar. Masalan, zakaz etsak, bu 15 dona, 20 dona didonlar. Eng zo'ri materiali buni 100000 so'm, 90000 so'mda turibdilar. Bizlarda tayyor holatda tikilingan, ishi durishi 250 so'm. 250 so'm. Ichindagi paxtasi bilan birga. Paxtasi ham garantiyali oqib paxta. Paxta o'zida paxta ham bor ekan. Necha, bularni chizma satibsiz, oppoq paxtalari. 5000 sotilganlarni 20000 so'mdan qilib beramiz. 20000 so'mdan qilib beramiz. Paxtadan salmat ichini. Paxtalarni qarang. Ajoyib paxtalar. Xudo xolasa. 25 satamiz, 20000 so'mdan olasiz. 20000 so'mdan paxtalar. Xudo xolasa kelib, paxtalar ham o'zlaridan ko'rpachalar tayyor etib, ranglilari har xillari bor, kuzatib o'tamiz. Variant ko'p axir. 1.500.000 so'm ko'rpacha, bir donasi 150.000 so'm. Ichi deyishi, ichi deyishi paxtasi bilan. Yastiqam bor shuni xolasara. Ina. Ishining tovarda ko'rpachalar ham bor ekan, xudo xolasa. 50.000 so'm. 50.000 so'm. 2 million so'm pula, 10 ko'rpacha, 10 yastiq dastlabki bor. Yine yengelik sizga. Gap bo'lishi mumkin emas. Paxta o'zgarishi yo'q, shu paxtani o'zi salmadi. 10 ko'rpacha 10 taka. 2 million so'm. 2 million so'm. Dumardan bo'lib ketdi biz bog'da.
Qani? Yine materyalları zamok koyuladı. Bizzat elini yine iş holatda işlenadi. Yine Xolasalar bunday variantni ochib biladlar. xolasalar buni olaman desalar 50 ming so'm o'sha o'zi. 50 ming so'm o'zi, Ha, kelaversinlar. Yine şunun için içine 100 ming so'mdan beramiz. İçimlerin üstü bu. Taxtani o'zini olamiz. İçine desa 100 ming so'm. 100 ming so'mlar. 100 ming so'mdan qilib beramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Yana ko'rib turibsizlarmi? Endi aksiya bo'lsa, aksiya mindim bo'ladi. Ha, bo'lsa bo'lsin, xalqqa bo'lsin, gap yo'q lekin. Variantlar geldi yine. Ha? Saltanat densekin koyulunlar. Spetleri zo'r, yine o'zi. Chiroyli ekan lekin. Xolasalar bu holatda. Yine. Ina, vohay. Yine şu setillerden koyulgan bunlar. Rengi çıkmaydı. Rengi chiqmaydi, hech gap bo'lmaydi. Ko'rpachalar ham chiroyli ekan, ko'rib turibsiz, chiroyli variantlari. Materyalini o'zlari tanlaydi, uyuna qarab, gulini. Xolasalar. Nishina nasa topib bera olasiz. Mana shuni qizil, eng arzon variantlardan. Gap bo'lishi mumkin emas Yana lekin. bir yangilik bor. Avval aytib o'ting. Inan. To'ychilar uchun Avval. shuning ichida 10 dona bor. Inan. Buni bu aytib o'ting. Kelaversizlar. Bu yana bir yangilik bor. Ha. To'ychilara aksiya 1 dona bonus ham aytib beraman. He. Kelganlara, klientlara bonus sifatida berib berasiz. Bu 10 ko'rpacha 10 yastik. Ina, buni tushuntirib o'taman. Bu noyab qilganingizga kerak narsa ekan bu. Ko'plar tovar qo'yadi-ku, yopishib qoladi. Alyumin qiynalib turadi-da. Biz emas bu, napernik bu. Ina. Shuni ustiga qo'yasiz, imatga vaqtida o'zi yapilib, chiroyli turadi. Noyab vaqtida qiynalmaydilar, yapishadi. Xolasalar materiallari bor. He, material. Satilgan 10 mingdan beraman. 10 ming so'mdan berib berasiz. Kelaversin. Voy bu, ina. Ranglarni qarang, mana de. Haqli valla geldi, ina. 100 mingdan satilgan. 50 ming so'mdan kelaversin. 50 ming so'mdan berib berasiz. Xolam vaqti kelaversinlar. Qizili deysizlarmi, gulki deysizlarmi? Gap yo'q lekin, ina. Buni o'zi chistina. Etiketkalar o'zinde. Ina. Bilmem narsasi, o'zi razmeri hamma narsasi bor. Hamma narsasi yozilgan, chizilgan, sifatlari a'lo. A'lo darajada. Gap yo'q lekin zo'r o'layotir. Bir de Zaramina to'ychilar uchun o'ttin baholarda qo'yilgan bular hammasi. Hammasi. Xudo xolasa to'ychilar bayram bo'layotir. Sizlar uchun bayram aksiyasining bombasi bo'layotir. 2 ming so'mdan beramiz. Kattasini 2 ming so'mdan berasiz. Kichkinasini 1000 so'mdan beramiz. Ina. Sho'ra kelsangiz shu boqada olib bilasizlar, boshqa yeri qidirib bilmanglar. Sho'ra kelarasizlar xudo xolasa. Ina. Gap bo'lishi mumkin emas. Non taqlidan bor. Klientlarga xalaqit bermang, bu yerni o'taveraman men. Yanada beri alyumin bilan. 15 mingdan satilgan. Avon 10 ming so'mdan qo'ydik. 10 ming so'mdan qo'yib berdingiz. Ichida 10 dona bor. Ina. 10 dona bor ekan, ina. Zo'ri. Yaxshi sahi. Eng zo'ri bozorda bu yerni ko'rib kelaverasiz. Gap yo'q, ajoyiblari kelibdi. Bezlar ham bor axing. O'zingizda. Bezlar ham 6 ming so'm ishadi. 6 ming so'mdan. Kelaversizlar. Ina. Xudo xolasa palava bez qarab bermaysiz, ishni olib ketarasiz. Undan tashqari ham baynalara boshqasini. Variant ko'p, kelaversiz. Variant ko'p axing. Aksiyani bombasini qo'yib beramiz xudo xolasa. Yo'q, gap yo'q lekin. Buni bu. Bu ham shumi? Prezident ular soyabonlar uchun indi. He, bundan beranasına gerek-ku soyabonlar. Men mingga sotib turibdilar. Nechadan qo'yib berasiz? 13 ming so'm bizga. 13 ming so'mdan qo'yib berasizmi? So'm, yeri 2 metr. Ina. Xudo xolasa bundan beranasini bozorchilara, boshqalara umuman ko'pchiligiga soyabon kerak, ina. Zo'rni kel qo'yibdilar. 13 ming so'mdan qo'yib beraman deb turibdilar. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi ko'rpachalar bir ikkisini yayib bering. Ko'rpacha ham aytganim ina. Avon shuni yayib bering. Nersa bilan gap isboti bilan ina. Ina 150 ming so'mdan. Shu turishi. Shu turishi. Lekin buni ichining bu narsasi ham bor. He, kuzatib bering. Ichidan bor astari. He, astari bilan birga tayyor ko'rpacha gap qisqacha yayib beraverasiz. Kelaversin. Gap yo'q lekin. Agar siz zakaz beraman desangiz, Telegramdan zakaz bersangiz bo'ladi, nomerdan yoki da bo'lmasa Instagramdan, to'g'rimi? Bu vaqtida telefonda ishlatib qo'yaversin. Ha, yoki da bo'lmasa shu ishora kelasiz. Rulon ham bor. Rulon ham bor, axing. Chala desa topib bera olasiz. Bor, kelaversin. Optim ishlaman deganlar ham bormi? Ha, bor. Yana 180lik keldi bu bezing ham oz, ina. Bezang. Shu tovarlaringizda optim, hammasini optima bormi? Bor. Qo'lanchalar bor, kelaversinlar. Kelaveradilar, xudo xolasa. Ko'rdingiz, hamma narsasidan, chiroylaridan, ajoyiblaridan bor ekan. Kelib, ko'rib, saylab olishingiz ham mumkin yoki da turgan yeringizda
İşte xohlagan narsangizdan zakaz etsangiz ham bo'ladi. Telefon nomerini обязательно qo'yaman. Yine Ruslan Tovudan man degan insonlar uchun skidkalar ham bo'ladi. Undan tashqari patakalar ham bo'ladi ekan. Xudo xolasa. Qani? Yine yengelik. Yine ko'rpalar ham bor ekan. To'ychalar uchun. Jeneratsiyalar xudo xolasa. Renglari har xilni topib berasizlar. Qizil deymilar. Bundan ko'rpachani ichi kerakmi? Endi bundan keyin qiynalib tikib yurmaysizlar. Prямо o'zini olib ketaverasizlar. Narx qancha so'mdan boshlanadi, uni ham aytib o'taylik. Bular 650 ming so'mdan boshlanadi. Bular 400 ming so'm. 400 ming so'mlik ham bor. Xolasalar yana boshqacha suyetlari bor. Har xillari bor ekan. Rangda tikib beramiz. Mana. O'zlari tikib, o'zlari tayyorlab. Ina. Ina yostiq. Yara bolalarga xohlagancha bu. Xohlagancha, xudo xolasa yostiq deysizmi, ko'rpacha deysizmi, ko'rpa deysizmi, necha dona desangiz, bu galili ko'rpalarni ham tikib beradimi? Yaldiroq chiroyli ko'rpalar bo'ladi-ku. Razmerlari bor. Shu yerda gurp bolamizda hamma suyetlarni tanlaban biladilar. Talaban biladilar. Mana xudo xolasa kelaverasizlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Yana eng ajoyiblarini, yaxshilarini sizlar uchun skidkada qo'yib turibdilar. Ko'rpachalarning ichine faqat shu paxta solinadi. Yurib, kelib oladi. Asl narsalar solinadi ekan. Shunchalik ham asl paxtada qo'ysak endi. Paxta brendimiz shu asl paxta. Maqsad asl o'zi berish klientlarga. Yana gap yo'q lekin. Profillarni obuna bo'lib qo'yishlarini istayizdan chiqarmang. Ruslan Tovuga asl paxta profillarini Telegramdan ham, Instagramdan ham hamma yerda profillari bor ekan. Xudo xolasa kelaverasiz. Ishim mestamiz hamisha yangiliklardan to'xtamin debdilar. Xalq xizmatidamiz. Xalq xizmatindasiz axir. Kelaversizlar. Xudo xolasa. Esa kelaverasizlar, xudo xolasa, qo'llangancha sizlarga Yaxshi kutlasizlar. Islombek shu yatırım bayram bilan hamma sizning obunachilari, bizning obunachilari tabriklayman. Bayram yaxshi kayfiyatda o'tirsinlar. Aytganingiz kelsin. Boshlayversinlar. Bizning xizmatdamiz, kelaversinlar. Shuni vaqtdan berasiz xalqimizga. Bizlar obunachilar ham aytgan gapimizni hammasini olib biladilar. Obunachisiman desa yana skidcha qilib beraman. Tugab qoldi demaysiz, to'g'rimi? Bemalol. Ana. O'zlarini eshitdinglar, tugab qoldi, men borincha qamabdi degan narsa bo'lmaydi. Şöyle gelsengizler aytgan narxlarında meni aytib kelsanglar undan ham arzon etib qo'shib beradigan podarkalarni ham beraberadilar. Xudo xolasa. Esa katta rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling, siz ham ishlaringlar rivoj. Bu mestamizni, do'konimizni manzilini tushuntirib o'taman. Hazarasib bozori, Qo'la bozordan o'tib kelsangiz ham bo'ladi. Qo'la bozordan aylanib to'g'ri kelsangiz, bu yon tarafda ko'rpachaklardan to'g'ridan kelsangiz ham bo'ladi, arq qatordan kelsangiz ham bo'ladi. Bu yan tarafdan dollarchilardan kelsangiz ham bo'ladi. Kilonkachilar o'tib, dollarlar qatoridan, dollarchilar qatoridan girib kelishingiz bilan 10 qo'lda shunda do'kon bo'ladi. Mestalari bo'ladi. Dilmurod tog'a desangiz, shudek hamma donani kuzatib beradi. Xudo xolasa kelaverasizlar.